Assalomu alaykum. Mana hozir men makkay choy ichayotgandim bir oydan beri. Mana makkay choy damlab oldim. O'zim bakal ichadiganimni bu yoqqa qo'yganman. Hozir shuni reklamada qilganday qilib sinab ko'ryapman. Haqiqatan shunday bo'ladimikan, bo'lmaydimikan deb. Yut qo'yapman. Yut soldik. Endi yutga nonni solib ko'ryapman. Qarang qanday qop-qora bo'lib ketdi. Men ishonmagandim. Hozir o'zim ishonch hosil qilish uchun o'zim qaytadan qilib ko'ryapman. Mana makkay choy. Mana. Ko'zingiz bilan ko'rsangiz nihoyatda ishonasiz ekanda. Mana oqarib kelyapti. Greenleaf haqiqatan ham zo'rligiga o'zimda yana ham ishonch hosil qilyapman. Non o'z holiga qaytyapti oqarib. Nonim buxanka bo'lmagani uchun ichi ivib ketyapti. Qattiq non emas edi. Yumshoq non bo'lsa ham sinab ko'rayotgandim. Mana non o'z holiga qaytyapti. Makkay choy shunchalar yaxshi ekan. Men lekin o'zim bir pachkani hozir ichib tugatayotgandim. 4 ta dona qoldi. Reklamadagini bir sinab ko'ringlar, haqiqatan shundaymikan deb ishonch hosil qilish uchun qilyapman. Mana ko'zim bilan ko'rdim. Endi yana ham Greenleafga ishonchim yana ham yuqorilashdi. Mana non o'z holiga qaytib qoldi. Mana oppoq bo'lib non. Yana ham ichida tursa undan-da oqarib ketadi. Nonim lekin yumshoq non bo'lgancha ivib ketdi biroz. Greenleaf zo'r joyda ekanmiz.